Men qaynagan suvman. Agar farzandingiz meni ertalab ichsa, hazm tizimi mustahkamlanadi va tanadagi toksinlar chiqariladi. Men limonman. Agar farzandingiz meni suv va ozgina asal bilan ichsa, immuniteti mustahkamlanadi va organizmi tozalanadi. Men sutman. Agar farzandingiz meni ertalab ichsa, kuchi oshadi va uzoq vaqt och qolmaydi. Men ko'k choyman. Agar farzandingiz meni ertalab ichsa, qorin dam bo'lishi kamayadi va ichaklari yaxshilanadi. Shunday foydali maslahatlarni bilish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Men suvman. Nimaga sen meni umuman ichmaysan? Kuniga 2 litrdan ko'p ichishing kerak. Mensiz shunaqa shishib ketasan. Hoy, men senga gapiryapman. Qachon sen ham odamga o'xshab turishing bilan darrov ovqatga yopishmasdan ertalab turib men iliq qilib ichasan? Mensiz tering quriydi va rangi o'chib ketadi va qurib qaqshab qarib ketasan. Qancha krem surtsang ham, yetarlicha suv ichmasang, baribir yordam bermaydi. Agar bir qop yong'oq yog' bo'lib yuraveraman desang, meni ichmaslikda davom et. Assalomu alaykum. Men limonman. Men qondagi shakar miqdorini nazorat qilaman. Salom. Men esa achchiq qovoqman. Men tabiiy ravishda qondagi shakar miqdorini nazorat qilaman. Salom do'stlar, men esa sinnamonman. O'zbekchasiga aytganda dolchinman. Men insulin sezgirligini yaxshilayman. Salom. Men arpaman. Men ham qondagi shakar miqdorini normallashtiraman. Salom. Men chia seedsman, ya'ni chia urug'iman. Men esa qondagi shakar miqdorini keskin ko'tarilishini kamaytiraman. Salom. Men o'sha siz bilgan qora sedanaman. Men qondagi shakar muvozanatini bir me'yorda ushlab turaman. Hoy, shoshmang. Meni foydali jihatlarim hali ko'p. Shuning uchun bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Man ko'k choyman. Mani ichsangiz xolesterinni kamaytirib, miyangizni tetiklashtirman. Men bilan kuningiz tiniq boshlanadi. Men romashka choyiman. Bugun ko'p ishlab charchadingiz. Meni ichsangiz sizni tinchlantiraman. Uyquni yaxshilayman. Sut ichishni odat qilsangiz, suyak va tishlaringiz mustahkamlanadi. Uyquni yaxshilashga yordam beradi. Boshingiz og'risa, men yordam beraman. Men yalpiz choyiman. Hazm qilish sistemasini yaxshilayman. Tanangizdagi ortiqcha toksinlarni tozalashimni, buyragingiz yaxshi ishlashini, hazm qilishni yaxshilanishini xohlasangiz, meni iching. Biz tabiiymiz, foydalimiz. Sog'lom hayotingizni biz bilan bog'lang. Aytgancha, reklama uchun sun'iy intellekt videolar kerak bo'lsa, e'tiboringizga xizmatdamiz. Narxlar sizlar o'ylaganchalik qimmat emas. Men aslida zaharman. Seni mana bu sog'lom yuragingga kuchli zarba berib boraman. Sen buni darrov sezmaysan. Vaqt o'tib yuragingni kasal qilayotganimni sezasan. Men seni oshqozoningni dushmaniman. Gastrit bo'lishni xohlasang, meni ko'proq ichgin. Kasal bo'lishing uchun yordam beraman. Jigaringni ham zaharlayman. Yog' bosgan, zo'riqqan jigar xohlaysanmi? Marhamat, senga yordam beraman. Meni hasharotlar yoqtirmaydi. Hidimdan qochadi. Chunki hasharotlar uchun bezovta qiluvchi va qo'rqituvchi signal bo'ladi. Meni choy qilib ichsangiz, hazmni yaxshilayman, shamollashda foydaliman, yo'tal va tomoqni tinchlantiraman va zoriq asablaringizni tinchlantirib va uyqungizni yaxshilayman. Meni tishingiz og'riganda chaynang. Tish og'rig'ida vaqtincha og'riqni kamaytiraman. Lekin bu degani tish doktoriga borishdan qutuldingiz degani emas. Meni choy qilib ichsangiz, hazmni yaxshilayman, shamollashda foydaliman, yo'tal va tomoqni tinchlantiraman. Asabni tinchlantirib, uyquni yaxshilayman. Men shirin choyman. Agar kuningni men bilan boshlasang, bir necha soat o'tib holsizlik va ochlik his qilasan. Men limonman. Agar meni bir stakan suv va ozgina asal bilan ichsang, immunitetingni mustahkamlayman va organizmingni himoya qilaman. Men qahvaman. Agar kuningni men bilan boshlasang, modda almashinuvingni tezlashtiraman va ochlik hissini yo'qotaman. Men iliq suvman.
Agar tongni men bilan boshlasang, hazm qilish tizimini mustahkamlayman. Men nonman. Qog'oz paketda saqlasang, bir necha kun yangi va qirsildoq bo'laman. Plastikda esa nafas ola olmayman. Iltimos, menga havo ber. Men bodringman. Juda sovuq joyda qolsam, burishib, ichimdan chiriyman. Iltimos, meni sovutgichning o'rta qismida saqla. Men shakarman. Agar qotib qolsam, bankamga tuniga bir bo'lak non sol. Shunda yana yumshoq va sochiluvchan bo'laman. Men tuxumman. Meni xona haroratida saqlash mumkin, lekin agar sovutgichga qo'yilgan bo'lsam, yana sovuqda saqla. Aks holda terlab ketaman. Men olmaman. Men etilen gazini chiqaraman. Shu sabab yonimdagi meva va sabzavotlar tezroq buziladi. Meni alohida saqla. Meni molnya tishlari bo'ylab ikki tomondan yurgizing. Men mumim mayda tirqishlarni to'ldirib va ishqalanishni yo'q qilib, molnyani yangidek oson ochilib yopiladi. Men xlorman. Salfetkani namlab, chok ustiga yopishtiring va bir oz muddatga qoldiring. Men chuqur kirib boraman va zamburug'ini ichidan yo'q qilaman. Men ammiakman. Gaz panjarasini axlat paketiga solib, meni quying va mahkam bog'lang. Mening bug'larim yog'ni yumshatib, eritib yuboradi. Men vodorod peroksid dog'ga tekkanimda kislorod ajratib ko'piraman. Bu jarayon dog'ni parchalab, kiyimni top-toza va oppoq qiladi. Men kiyim yumshatuvchi konditsioner yuzada antistatik qatlam hosil qilaman. Chang yopishmoqchi bo'lsa, itarib uchirib yuboraman. Men qoravoy ko'mir. Meni tokchaga qo'ying. Mening millionlab teshiklarim havodagi noxush hidni shimib oladi. Men qog'oz sochiqman, ustimga idish yuvish vositasi va suv qo'shib aralashtiring. Men yog'ni shimaman, vosita esa uni parchalaydi.